Qizlar qaranglar, video oldim deb men syomka qildim deb to'qiyapman. Qarasam video sinimat qilmagan ekan. Qaranglar, boshqatdan ko'rsataman. Mana bu yoqda 1-2-3 ta tashladim. 4-dan boshladim. Уже полный qirqib bo'lganlardan keyin уже biz kapushonka qilishimiz kerak. Yopiq kapushon. Bu tomoni 60 ta bo'ldi. 3 ta bu yoqdan, 3 ta narigi tomonidan va 4-dan boshlab xuddi shunaqa qilib to'qib ketasizlar. Oddiy. Mana o'sha bantigimizdan уже yakuniy qismi, ikkita tomonidan qizil, o'rtasiga oq va shu tomonigacha qizil to'qib, mana oxiri oqda tugatdik. Bundan keyin hammasi oqimizani kerakli joydan kesib olamiz. Oq endi bizga kerak emas. Bu yoqda qolib ketgan ozgina iplarimizni qirqib, mana endi videosini syomka qildim deb o'ylabman. Qarasam video olmagan ekan. Xuddi shunaqa qilib shu markerimizgacha to'qib kelib olamiz. Marker olib shu yerga to'qib olamiz va ozgina uzunroq qilib kesib olamiz. Mana buni chiqaramizda, chiqarganimizdan keyin bunaqa kichkina razmerda qurchoq olib, oxiridan emas, ikkitasidan oxirigacha o'tkazmaysiz, ikkitasidan chiqarib olsangiz. Xuddi shunaqa qilib endi keyingi tomonini boshlaymiz. Bu yerda kerak emas ipimiz hali. O'sha oq bizga kerak emas. Olib qo'yamiz. Buni qizni endi o'sha tugatdik. Birinchi qatorimizni. Endi ikkinchi qatorimiz ham xuddi shunaqa to'qiladi. Mana o'sha boshlagan joyimiz. Mana o'sha boshlagan joyimizga kurchog'imizni o'tkazib, ipimizni tortib chiqamiz. Bu yerda ozgina olib qolamiz. Mana olib chiqdik. Yana xuddi shunaqa qilib har bittasini ichidan qanday lutkan to'qigan bo'lsak, xuddi shunaqa qilib bu yerda ipimizni tortib ketamiz. Xuddi shunaqa qilib
keyingi uchigacha to'qib olamiz. Xuddi shunaqa to'qib, yana oxiriga borganinglarda oxirida ham ip kesamiz, xuddi shunaqa qoladi. Oxirida bu tomonga kelayotganda bu ipimiz ham bu yoqda ushlab, hammasini bularni tagidan to'qib ketamiz. Va bundan biz yana 3 qator to'qiymiz. O'sha bizda mana 1-2 qator bo'ldi. 3 qator yokida 4 qator to'qisanglar bo'ladi va qolgan qatorlarda qisqartiramiz. Yukamiz уже rechkalari ham tayyor. O'sha yulka har doimgidek to'qiyotganinglarda ruchka qilinadi. Bir tekisda bantigimizda yana bir qatori qoldi, ya'ni bu qatorimizda oq qilinadi. Shu bilan bantigimiz tugaydi, ya'ni mana o'sha tepasida ikkita qoldi. Mana shu ikkitani qatorida o'sha oq to'qisak, shu bilan mana bantigimiz tayyor. Buni endi yulkani o'sha ko'tarishimiz hojat qolmadi, chunki o'ta ham baland bo'lib ketdi. Ichidan ham ko'rsanglar bo'ladi. Endi buni nima qilamiz? O'sha hamma narsasini to'qib, uzib bo'lganinglardan keyin, mana shu holatda qilib bo'lganinglardan keyin bu yoqda menda hammasi o'sha bo'lib 54 bo'lsa 60 ta bo'ldi bu yoqdan. O'sha mana shu yerda hammasi 4 tomonidan ham hisoblaganinglarda bu uchidan nariga mana shu ruchkani boshlanishidan keyingi uchigacha sanab chiqdim. 60 ta bo'ldi. Endi bizni bu yoq tomoni endi ikkita bo'lishi kerak. 4 ta 1, 2, 3, to'rtinchisiga marker qo'yib, keyingi tomoni ham shunaqa marker qo'yiladi. Keyin to'rtinchisidan emas, 5-chisidan boshlab to'qiladi. Ya'ni tepaga 4 qator hech qanaqa kesmasdan, qisqartirmasdan 4 qator to'qiladi. Mana qizlar kapushonkamizani 1, 2, 3 qator oddiy qisqartirmasdan to'qib oldik. Endi 4-chi qatorimizdan o'sha qisqartirishni boshlaymiz. Mana bu yoqda 1, 2, 3, 4, 5 6-chisida qisqartiramiz. Bu yog'ida 8 ta oddiy to'qiymiz. 9-chisida уже 8 da bitta tashab 9-chisida qisqartiramiz. 9 ta to'qib 10-chisida qisqartiramiz. Bu yoqda sanislar, u yoqdan 5 ta, 8 ta, 9 ta, o'rtada hech qanaqa qisqartirish qilmaysizlar. Yana bitta ko'tarib olamiz. Bu pastda ko'tarmagandim. O'sha 2 qatorida, 3-chi qatoridan o'sha ko'tarishni boshladim. Bir xilda bo'lish uchun. Ikkinchi petlyamiz. Bu 3-chisi. To'rtinchisi. 5-chisi. Markerimiz turgan joyga to'qiymiz deb uni mana bitta tashladik, uni yonidagisidan to'qiymiz. Mana. Endi 8 ta to'qib olamiz. Ikkinchisi, uchinchisi, 4, 5, 6, 7, 8 ta to'qib, endi mana bu 9-chisi. Bu marker qo'ygan joylarimizda to'qimaymiz, qisqartiramiz mana.
markerimizni olgan. Mana qaranglar, уже videoyim telefon bo'lib qoldi, videoyim uzilib qoldi mana. Bu yerda biz 8 ta to'qib keldik. Mana 8 tadan kelgan. Bu birinchi 8 tamiz. Bitta tashladik. Bu yerda markerimiz turgandi. Markerni olib, bu yerga emas, uni yonidan to'qidik mana. Ko'rinib turgan bo'lsa, bitta tashladik. Endi ko'rinib turibdi, bitta tashladik. Endi bu yog'iga 9 ta to'qiymiz. Sanab to'qisanglar dashmaysizlar. Bu ikkinchisi. Uchinchisi. Bu to'rtinchisi. Beshinchisi. Oltinchisi. 7 8 9-inchisi mana. 9 tadan keyin bitta tashlaymiz. Mana to'qib olamiz. Ko'rdinglar? Endi bu yog'ida ham mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta bu yoqda, 1 2 3 4 5 ta bu yoqda qoladi. 5 tadan keyin 9 ta to'qisizlar, bitta qisqartirasizlar. 8 ta to'qib, bitta qisqartirib 5 ta to'qisizlar. Keyingi qatori iplarni uzasizlar. Xuddi shunaqa qilib mana teg qismini olib o'tganinglardan keyin 5-qatorimiz 5-qatorimizda oddiy to'qiladi. Qisqartirishsiz shu birinchi to'qigan qatorlarimizda 5-qatori ham xuddi shunaqa to'qiladi. Hech qaysisi bir xil chiqmaydi qizlar, ikki xil chiqadi. Undan siqilishi, anaqa asabiylar buzilishi hojati yo'q. Chunki bu yog'ini aviaska уже kapshon tugagandan keyin aviaska qilamiz, dazmol to'g'rilab oladi. Уже mana ko'rganinglarda ham bu yog'i qiyshiq, boshqachaga o'xshab qilib turibdi. Mana bu yoqda biz nimaga ichiga kirib ketgan desanglar, biz bu yoqda ip ulaganmiz. Uni oldingi darsda ham aytganman. Ip ulangan, ip qo'shib tortib to'qilgan ozgina kiradi. Bu yoqda biz ip hech qanaqa ipi yo'q, birga qo'shib to'qimayotganimiz uchun sal bu yoqqa tashab turibdi. Bu hech qanaqa farq qilmaydi. Ichkaridan dazmol, parli dazmolda ursak, o'z holiga kiradi. Bu yog'i ham, bu tomoni ham. Endi xuddi shunaqa qilib mana birinchi qisqartirdik. Endi 5-qatorimizda qisqartirmasdan to'qib olamiz va 6-qatorda sizlar bilan ko'rishamiz. Mana qizlar уже 3 ta to'qidik. Oddiy 3 ta to'qib chiqdik, qisqartirmadik. 4-dan mana уже qisqartirishni boshladik. 5-qatorimizda mana 5-qatorimizda qisqartirmasdan to'qib chiqdik. Endi 6-qatorimizda qisqartiramiz. Yana xuddi shunaqa boshlagan bo'lsak, to'qib 1 2 3 4 5 marker qo'ygan joyim qisqartiriladi. Ya'ni bu yer to'qimaymiz. Keyin mana kurchuglardagi bunda qolmasincha tortib to'qinglar, chunki tortib to'qisanglar bu oralig'i ochilib qolmaydi. Agar bu tomoninglar kurchugdagi mana tortmasdan to'qidinglar, qisqartiryapsizlar mana. Shunaqa holat bo'lib qoladi. Bu yog'inglar ochiq qoladi. Xunuk chiqadi chokinglar. O'shaning uchun har doim to'qayotganinglarda ozgina tortinglar. Chunki bu yoqdan ip tortib chiqquninglarcha o'zi bu ipinglar normal holatiga kelib qoladi, uzun holatiga. O'shaning uchun ozgina tortib to'qiysizlar. Mana biz o'sha bitta qisqartirdik. Mana 5 tadan keyin bitta qisqartirdik. Endi 7 ta to'qiymiz. 3 4 5 6 mana 7-si. Endi biz qisqartirishimiz kerak. Markerimizni olamiz. Bitta tashab oldingisiga to'qib olamiz mana.
5 ta 7 ta bitta qisqartirdik. Bu yog'iga ham yana 7 ta qisqartiramiz. Bu yoqda 4 ta qisqartirib 7 ta qisqartiramiz, 7 ta va oxirida 5 ta. Xuddi shunaqa qilib qisqartirib olganinglardan keyin 7-qatorimizda ham qisqartirilmasdan oddiy to'qiladi. Mana qizlar o'sha qisqartirib bo'ldik. Endi bizda hozir 1 2 3 4 5 6 7 8-sida o'sha qisqartiramiz. 7-qatorimizda qisqartirmaymiz. Mana boshlagan joyimizdan chiqib olamiz. Mana bitta, ikkita, 3 ta, 4, 5. Bu yerda har doim mana chiqib qolgan iplarni oxirida chiroq qilib bekitib olamiz. Qaranglar, har doim bu tomon 5 ta bo'ladi, hech qachon 5 tamiz qisqarmaydi. 5 tadan keyingisi qisqaradi. O'sha mana 5 tadan keyin marker olamiz. Markerimizni tashab yonidan to'qiymiz. Uch, 4, 5, 6 ta. 6 ta to'qidik. 6 tadan keyin mana markerimizni olamiz. Bitta tashab 8-sidan to'qiymiz. 2, 3, 4, bunda 5 ta to'qiymiz. Mana 5 tadan keyin 6-sini tashab 7-sidan to'qiymiz. 2, 3, bunda 4 ta to'qiymiz. 5-sini tashab 6-sidan to'qiymiz. İşte 4, 5 ta mana. Endi 6-sini tashab 7-sidan to'qiymiz. İşte bo'ldi. 4-si, 5-si, 6 ta. Endi marker o'rnini tashab, bu yoqdagi mana kesib kelgan ipimizni bu yoqqa olib o'tamiz. Yonidagisidan to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5 mana. 5 ta to'qidik. Bu yoqdagi chiqqan ipimizni tortib kesib olamiz.
Lekin qizlar buni buyog'i bilinib qoladi deb o'ylasanglar bilinmaydi. Chunki dazmollaganimizda bu uchlari, mana bu yoqlari kirib ketadi ichiga. Parlab dazmollaganimizda bu qirralari bilinmaydi, hammasi chiroyli bo'lib yumaloq holatda keladi. Endi to'qib oldik. To'qiganinglar sari qiyin bo'lib ketaveradi. Undan keyingisini yana bir qator oddiy to'qib olamiz, qisqartirishsiz. Undan keyin yana qisqartiramiz. Qizlar уже sanaymiz. 1 2 3 qisqartirmasdan 3 qator to'qib oldik. 4-qatorda qisqartirib, 5-chisida qisqartirmadik. 6da qisqardik, 7da qisqarmadik, 8da qisqarib, 9da qisqarmasdan. Endi mana qizlar qaranglar, уже biza qisqartirishi ikki xilga o'xshab ko'rinadi, chunki bu tomonimiz ichiga kirib ketganini hisobiga kaltaga o'xshab ko'rinadi. Ko'proq bunda, kamroq bunda, chunki bu yoqda kichkina bo'lib qolgani uchun 5 taligi bilinmaydi. Endi qizlar mana qaranglar, 5 tamizani shundoq yana boshlaganimizdaqa to'qib olamiz. Boshini tushuntirib ketaman. Undan keyin belgilaganimni sizlarga hozir har xil chiqqani uchun mana bu bitta petlyamiz bo'ldi. Har doim bu tomonda 5 tadan hech qachon kam bo'lmaydi ham, ko'p bo'lmaydi ham. Mana 3 ta, 4 ta, 5 ta. Marker qo'yganimizda bu tashaladi, buni to'qimaymiz. 5 tadan keyin albatta har doim bitta tashab, yonidagisidan to'qiymiz. Chegarada o'ynayapman. 2 3 4 mana 5 ta bo'ldi. 5 tadan keyin bitta qisqartiramiz. Mana 5 tadan keyin bitta qisqartiramiz. Undan keyin mana 1 2 3 4 ta to'qib bitta qisqartiramiz. Bu yoqdan 1 2 3 4 5 tadan keyin bitta qisqartiramiz. Bu yoqda yana o'sha 1 2 3 4 5 6 7 ta, 8-sida bitta, bu yoqda 5 ta. 1 2 3 4 5. Nimaga bunaqa ikki xil chiqdi degani, chunki bu tomonlari har xil bo'lib qolgani uchun, biz kapshonkamiz har xil olingani uchun mana shunaqa qisqartirish qildik. Sizlar ham xuddi shunaqa chiqsa, xuddi shunaqa ko'rinishda to'qisanglar, xato kamchiligi bilinmaydi. Xuddi shunaqa qilib mana hammasini qisqartirib belgilab qo'ydim. Xuddi shunaqa qisqartirib olasizlar. Keyingi qatorimizda ham yana bitta qisqartirmasdan to'qib olamiz. Mana qizlar qaranglar. Biz уже 11-qatorga, 10-qatorga keldik. 3 ta bu yoqda mana 1 2 3 oddiy to'qidik. 4-qatorda qisqartirish qilib mana уже sanamiz boshqatdan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 qator bo'libdi. Adashimdan 10-qatorimizda qisqartirmaymiz. 11-qatorda yana qisqartiramiz. Xuddi shunaqa qilib mana 5 tadan keyin bittada qisqartirdim. Yana 5 ta bitta qisqaradi. Bu yoqda ham 5 ta qilasizlar. Bittada qisqaradi, bu yoqda bitta o'rtada qoladi. Bittani qisqartirib yana to'qizlar. Bu yog'i o'shani o'zini soni kelib chiqadi. Ya'ni 5 tadan keyin bitta qisqartirish, yana 5 tadan keyin bitta qisqartirish. Shu bilan bizda 1 2 3 4 5 6 ta qisqartirish bo'ladi. 11-qatorimizda keyingi qatorimizda bundan keyingi qatorimizda qisqartirmasdan to'qislar. Undan keyingisida keyin sizlar bilan yana ko'rishib, yana qanaqa qisqartirishlarni video qilib olamiz. Mana qizlar уже qisqartirib
bir qator to'qib chiqdim. Endi yana qisqartiramiz. Yana biz nechinchi qatordamiz? Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 qatorimizda. Endi 5 tamas. Xuddi shunaqa boshlaysizlar. Bu 1 2 3 4 5 6 7 ta to'qib bitta qisqartirasizlar. Bu yog'iga mana 1 2 3 4 bitta qisqartirasizlar. Mana o'rtada bitta qisqartirganimizdan keyin 1 2 3 4 bitta qisqaradi. Bu yoqda ham 1 2 3 4 qisqartiradi. Bu yoqqa hammasi 7 ta bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib to'qib chiqib olasizlar. Mana qizlar 13-qatorimizni qisqartirmasdan to'qib chiqdim. Undan keyin 14-qatorga keldik. 14-qatorda nima qilamiz? Bu yoqda 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ta to'qib bitta qisqartiramiz. 3 ta to'qib mana 3 ta to'qib bitta qisqartirib, 3 ta to'qib bitta qisqartirib, bu yoqda ham 8 ta, bu yoqda ham 8 ta. Agar sizlarda 8 ta chiqmasa, bu yog'i to'g'ri kelmasa, 7 ta to'qib 3 ta qilib qisqartirish qilib olasizlar. Keyingi qatorida ham xuddi shunaqa bu yoqdan 5 ta qisqartirish qilamiz. 5 tadan keyin qisqartirish qilib, qolgan chiqayotgan anaqalarni mana qisqartirib bo'lganimizdan keyin keyingi qatorini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Ungacha shu uslubda to'qib turasizlar. Qizlar 15-qatoriga keldik. 15-qatorida ham mana bu yoqdan 5 ta, bu tomonida mana 5 ta to'qib bitta qisqartirasizlar. 3 ta to'qib bitta qisqartirasizlar. 2 ta to'qib bitta qisqartirasizlar. 3 ta to'qib bitta qisqartirib, bu yog'i 5 ta bo'ladi. 16-qatorda ham uni ham hozir qisqartirishlar hozir. Bu yoqda yana 5 ta to'qib kelasizlar. 5 ta to'qiganimizdan keyin 16-qatorimizda 5 ta to'qib bitta qisqartiramiz. 2 ta to'qib bitta qisqartiramiz. 3 ta to'qib bitta qisqartirib, bu yog'iga 5 ta to'qiymiz. Shunda 16-qatorimiz ham tugaydi. 17 18ni alohida qilib video qilib beraman.